Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, biz o'tgan darsda doktor Yoqub bilan ilmni ahamiyati xususida gaplashdik. Bugungi mavzumiz shu: ilmni biz qayerda olamiz? Ilmni masdari, ya'ni oladigan joyi qayer? Shu xususida inshaalloh suhbatlashamiz. Doktor Yoqub. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulihi ve men vala ve ba'd. İlimninki mesleri hakikaten Allah Teala'nınki kelamından alamaz. Birinci nimesi Kur'an. İkinci nimesi hadis. Yani el kitab ve sünne. Yani bunlar ilimnin en uluk, en yüce asaslık nimesi buladık. Masdar. Mesleri. Şu demek biz ilimni masdar demek Kur'an ve sünnet ekan. Şu Kur'an haqida bizga bir Kur'an'ın fazilati ve onu o'qigan insonga beriladigan ajrlar, eshitganga, amal qilganga, shular xususida bizga bir darslik qilib bersangiz, suhbat qilib. Allah rahmet kılsın. Hakikaten bizimki bu kitab-ı sünnetine tanışımız köp bundak bir oddiy, normal ona bulup kalıqlıq da. Bu yaxşımı anca yaxşı sual boldu, elhamdülillah. Yani bu adamlar kızıkmasa, bunun kadir kıymetini bilmese, bu adamlar bunun bedel vermeydi, okumaydı, bunu işitmeydi. Hakikaten Kur'an'ın peziletini Allah subhanahu wa ta'ala yüze sözledi. Eğitip gelip bana bu Kur'an'ı yadlı gellerine deyip gelip bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilme. Wallah. Yani bundan katta bir şeref olmaydı yani. Bizimki şu Kur'anlarımızdaki ayetleri ilim birilgerlerinin köksü de köksü Kur'an'ı kaçılıgan, toldurgan köksü bunun katta bir köksü olmaydı yani. Allah Teala bunda maktıdı yani. Allah subhanahu wa ta'ala yani o ilim birilgerlerine bundan köp nimede zikir kıldı. Yani o Allah Teala men, perişteler yani hemmesi Allah Teala'nın birliğine güvaçı bulup deyip Allah subhanahu wa ta'ala bayan kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bolsa bana bu Kur'an hakkında hayrukum dedik. Hayrukum men kesuru maluhu demedik. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemek. Bugünkü bizim dünyamızda mesela Kur'an okuyanlar, ilim okuyatkanlar hazırki imanın susluş nimesi de en pes tabakada karaydık işleri. Allah hidayet kılsın. Ama hakikatte en üstündekiler bunlar. Peygamberimiz var. En yakşınların aslarından. En yakşınlarınlar Kur'an ürgengen Fetkünlük dünya. Yani biz dünyanı mı tapışımız gerek. Ama birinci kılıp biz Rabbimizin bizge kanun kılıp bergen kitabını tanışımız gerek. Karaydıgan bolsak yüzümüzden normal hayatı karaydık. Hazır öyle bu biz tonlatqı dep koyamız. Sizler ne deysizler? Muzdulapını. Sallaca. Ne mi bolsun mesela? Tokluk üskünler var. Her nesninki bir tanıştırış, küçük bir kitap söz buladık. Onu karamayı turup kullanmayız yani. Kılman deyirdik. Hiçbir nesninki bir tanıştırış bir nersi yok. Hem bir tayinadı. Bizning hayatımızı keşirdiğen, kandak mağamız, nemini kılımız, nemini kılmayımız, bana bu Kur'an bizge tanıştırdı bunu. Ama bu arkadaşlık koydu. Xuddi Allah subhanahu wa ta'ala Yahudilerini söken fenebeduhu vara'a zuhurihim. Arkasına taşlap koygan deb. Mana biz bugün günde bu Kur'an arka taşınıp gitip kaldı. Hakikaten zaten bununki peziret hakkında söyleşimiz köp mü mühim bolgan. Mana bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci kılıp mesela hayrukum dedi. İkinciden el mahiru bil Kur'an ma'as sefaratil kiramil bir bizimki akımız ukemiz ya ki balalarımız bolsun bir vezirler bilen yürüse ha mening balaqım dep zaten nima qilib ketamiz. Mana bu Kur'an okuganlar Allah Teala'nın dergahideki şundak bir ulug' perişteler var. Şular bilen birlikte deydi. Allah subhanahu Teala'nın nimesi de. Onun için nimaga qaraydigan bolsak, mana alimlar shunday bir yangidan bir nima qilgan. Qur'on bo'lgachka Ramazon oylarning eng ulug' oyi bo'lgan. Peygamberimizga nazil bo'lgachka peygamberlarning eng muborak isil bo'lgan sayyid bo'lgan adam bo'lgan. Bu
kun Laylatul Qadr nazil bo'lib, bu kun hamma kundan ulug' muborak kun bo'lgan. Siz bilan bizning ko'ksimizga tushsa nima bo'ldi? Biz hayotda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ba'zilar uylanaman deb kelsa, bir narsang bormi yo'q deganda, nima bilasan Qur'ondan? Uni bilaman. Tamam. Nakahtuka bima ma'aka min al-Qur'on degan. Sen shu bilgan Qur'oningga men seni nikohlab qo'ydim degan. G'azab yani kim o'qiganni boshda debni qilib, o'qimaganni oxirat debni qilgan. Mana haqiqatan bu dinni saqlab qolg'uchilarmi, zaten bu amal qilganlar shular muhofazat qilib bu dinni. Mana Abu Bakr radhiyallohu anhuning xilofatida Umar radhiyallohu anhu kelgan. Innal qatla qad istaharra bil Qur'on degan. Muhofizlar ko'p o'lishib ketdi. Agar emr qilsangiz bu Qur'on to'plansa degan. Chunki Qur'onni bilgachga, tushungachga Qur'on bizning yo'limizni ko'rsatadigan. Xuddi bu to'nlatqon muzallabdan ta'rif qilgandek, bu bizga jannatni ko'rsatadigan, bu iymon kuchaytiradigan. Bildirib beradigan mana shu Qur'on. Boylik agar muborak narsa Qarun hasb qilinib ketmaydi. Afsus bugungi kunda Qarun hayot bo'lgan bo'lsa, Qarunninki bu agishlar 7 milliard odamning hammasi bu Qur'on uni tushundirdi. O boylik undan ulug' narsa emas. Ulug' narsa bo'lsa Alloh taolo Qarunni fakhasafna bihi va bidaril ardi etdik. 4 kunlik narsa. Mana bu Qur'onimizni o'qisak, mana biz bu dunyodagi Alloh taoloninki sanoqini bilib, Alloh taoloning biz jannatini hammadan ustun uni ko'ramiz-da. Bizning bu do'stlarimiz. Unikini Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday dedi: "Masalul ladzi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal baytil kharib" dedi. Ya'ni ko'ksida bir Qur'on bo'lmagan, bo'lsa hammaga hafiz bo'lsa, juda yaxshi mana. Bo'lolmagandimi? Hech bo'lmasa zaten Qur'onni bir sahobalarning hammasi qari bo'lmagan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu suratul Baqarani yodlagan. Ba'zilar masalan biz 10 oyat o'qisak, yana bir 10 oyatga o'tmadik desak, ba'zi bir xil ilmdan so'g'itadigan bir xil odamlar bor-da. Ular bu chuqur ma'nolardan qonmagan, to'ymagan bular. Umar radhiyallohu anhu buni yodlagandan keyin bir ziyofat bergan. Bu Qur'on zaten bo'lgan taqdirdami biz oz bo'lsin o'rganib, shuni amal qilib, mana shu bizdan talab qilinadi. Mana bu yerda aytadi, buning ko'ksida hech bir Qur'on bo'lmagan odam vayroni bo'lgan uyga o'xshaydi dedi. Uyga. Vayroni bo'lgan uyga nimaga desa, vayroni bo'lgan uyda har xil hasharotlar hammasi bo'ladi u yerda. Nima balo kelsa Allah qazoning hammasi buni bosadi. Xitoymi uradi, Rusmi uradi, Yahudmi uradi, buni balodan qutulib tushunishimiz kerak payg'ambarimiz bizni. Biz shu Qur'onni tashlab qo'yganligimizdan qadr qimmatimiz bo'lmadi. Xayrikum bo'lmay bil arzalukum bo'lib qoldi. Qur'on tashlab o'tib qolsak. Chunki Rabbimiz degan payg'ambarimiz innalloha yarfa'u bi hadhihi kitabi aqwaman va yad'u bihi akharin. Bu kitob sababli Alloh subhanahu va taolo nurg'un qavmni yuqori ko'taradi izzatga. Buni biz o'zimizning qadrini bilsak, kitobimizga zaten bu aziq tishimiz bilan payg'ambarimizga uddu inshaalloh biz dunyo oxiratning izzatiga erishamiz. Albatta agar Elon Musk'dek bo'lsa, Jeff Bezos'dek bo'lsa, izdib tushunir haqla. Unda tushunmaslik kerak. Alloh taolo beradi, hammani beradi. Inna dunya hulvatun khadiratun degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tatliq, yeshil ko'rinib turadi. Fayanzur kayfa ta'mal subhanahu va taala. Onun uchun bu Qur'on bo'lmasa, biz shu Qur'onni orqamizga tashlab qo'yganlikdan hamma o'zimizning boshqalarimiz yana tashlasak bizning o'zimizga dushman chiqyapti. Onun uchun biz bu Qur'onni yaxshi o'rganib, boshqalarga o'rgatsak, inshaalloh Alloh subhanahu va taoloninki bizga bergan ne'mati fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Yana bizga keladi. Shundaq bir nimaga urdim, nimaga buni zulm qildim mana deb, to'lagandan keyin biz shularga yetkazsak, inshaalloh biz shundaq bir qarindosh bo'lib, aramizda hech zulm bo'lmasdan, bunday bir yashashga keltirdik.
O Kur'an yalğız okuganlarınki nimisin bolmasın belki ata-anasına yetip baradı bu. Hani bir hadise kelgen men qara'al Kur'ana fehallale halalahu ve harrama haramahu ve kad ulbise validahu hadisin xulası manası kim bu Kur'an'ı okup bunun halalını halal deb itiqad qılıp haramını haram deb itiqad qılsa kıyamet günü ata anasıga şundaq bir tac keydirilindi başıga bu kun nurudunmu küçlük bununki. Ular so'raydi bima kusina ha deydi. Nimaga berildi bizga? Nima uchun keydik buni degan. Sizlarning bolangiz Qur'on o'qiganlik sabab sizga berildi bu deydi. Demek ota-onalar qochmas ekan bunaqa bolalardan. Shunaqa. Qiyomat kuni mesela yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ota-onalar qiyomat kuni hammasi nafsi deb qochadi, ammo Qur'on bundaq bir yaxshi bir sharaf berildi menga. Bu sharaf zaten atam meni qarixonaga jo'natgan, o'qitgan edik. Onun uchun bu atamning mukofotini berishim kerak. Men atamdan topishim kerak. Men bu yerda bu qadar mukofotlardan bahramand bo'lishim kerak. Onun uchun men bu xatolikni qildim. Bu otasini izleydi zaten balani. Balani izleydi. Bular otasini qaçmaydi, balasini qaçmaydi bir-biridan. Boshqalar o'qitma izlep sen o'qitmagan meni. Sen o'qitgan biriler edi. Sen meni o kichik vaqtimda mana bir uratdan bir besim qilalayding sen, qilmading. Bugun kunda sen ko'tarasan xatoligimni deb mana bir nima ep kelmasan deb otama qarilar qaçmaydi. Balan o'qitgan birdan qaçmaydi inshaalloh. Bu mukofot. Mana bununki mukofotini biz bu qisqa bir suhbatda buni aytib bo'lolmaymiz yani. Lekin inshaalloh buniki darslarimizda qarindoshlarimiz yana ko'rib biladi, ammo bunga ko'ngil berishimiz kerak. Bolamiz bir xatolikdan birisi ko'p ota-onalar bor. Cho'ng bo'lib qopti men, tilim kelmaydi ekan. Tilingiz kelmaydi sizning. Sizga bir dunyoning bir chetida bir yerda bir tijorat bor ekan desa, Afrika davlatlarida bir shu afrikalikning tilini o'rganib shu olaman, sotaman deb ko'rasiz. To'g'rimi? Uning tilingiz keladi ekan sizniki. Endi Qur'on o'qish kelmaydi. Arabistonga borish uchun sanoq o'qisa Muhammad hada kim? Alimin dedik. Bunun gunohi bor. Nima qiladi? Bu oxiratdagi bunday bir qiziqish bo'lmaydi. Yo'q, sizmi o'rganing. Ota-onalarni o'rganish kerak, bolalarni o'qitamiz, hammamiz birlikda bu Qur'onni zaten biz dosturimiz davomli bunun bilan hayotimizni o'tkazmasak bo'lmaydi. Jazakumulloh xayr, barakalloh. Alloh razı olsun doktor.